Aytmayman necha oyligini, zaybal qildinglar, necha oylik bo'ldi, qachon tug'asiz, xuddi kelib yordam beradigandek, tug'diradigandek so'ramaylar shu savolni, пожалуйста, yoqtirmayman men. Har kuni so'rashadi, har kuni. Xit qilib yuborasizlar. Xuddi tug'ganim bilan ham turadigan. O'zbekiston biladi deydi. Bilsa bilaversin, po'xo'y. Men bekitadigan hech narsam yo'q, bekitadigan o'ynashmam yo'q, yigitim ham yo'q bu yerda. Qiziqda eringiz yo'q, lekin yaqinda tug'asiz bolani kimdan? Uning namidan. Birinchisi emas, ikkita o'g'lim bor, katta. Uchinchisi bu. U yoqqa borib turay desam, u yerda efir ocha olmayman. Xohlaganimda yota olmayman, xohlaganimda yasha olmayman. U yerga borib efir ochiy desam, o'sha yerda yashay desam. Hamma narsasi raddomga olib ketadigan narsa 750 ming qilib beramiz dedi. Hamma narsasi bor. Hop deydi, efir ochib tug'otganingda unaqa uraman, bunaqa uraman deydi. O'sha paytda jalab qiynalib, albatta dard chekib o'tirganimda hech kim urmay tomosha qilib o'tirishadi. Men ochmayman tug'otganimda efir. Drakoni ham kerak emas, yaxtasi ham kerak emas.